Qaltis chaqla. Bu qiziqarli karton film bo'lib qolmasdan, yana kichik do'stlarning bilim xazinasidir. Mazkur film kichik do'stlarni odatdagi turmush savotlari orqali cheksiz bilim dunyosiga boshlab kirib, ularning tafakkur iqtidorini olg'a siljitishda yordam berdi. Film voqealigi mundaq. Bir odatdagi kishilar oilasida odatdagi odamlar bo'lib qolmay, yana bir tur mavjud bo'lib, ular dal qaltis chaqlar jamiyati. Ular eng ko'p uchraydigan elektr saymonlari ichida yashaydi. Bu oilada faqat Shakichik Jim va uning kuchuklar qaltis chaqlar jamiyatining mavjudligini biladi. Ular Jimning turmushda yo'liqqan turli fan-texnikalik qiyin masalalarni bartaraf qilishiga yordam berib qolmay, uningda yana har xil oila elektr saymonlari va uskunalarning asosiy qoidalari, turmush savotlari va odam bo'lish qoidalarini o'rgatadi. Masalan, televizorning tizganiga qanday xizmat qiladi, sun'alg'u suratni qanday xotirlaydi, kecha bilan kunduz qanday almashidi, olamning siri nima degandek. Bu jarayonda yana kichik do'stlar qiziqadigan nurg'un hikoyalar yuz berdi va nurg'un qonuniyatlarning siri yeshiladi. Umuman bu filmda o'sib yetilish bosqichidagi farzandlarimiz ehtiyojli bo'lgan nurg'un zarur bilimlar yo'g'rilgan bo'lib, sizning va bolangizning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi.